Bu Piezotone. Ko'pchilikni qiziqtiradigan Piezotone mana shu italyanskiy. Bu Renaton nemetskiy bu. Bular ham nemetskiy, faqat bular asetomli, yon и paramedial asetomli. Bular nima uchun kerak? Bularni ham ishlatasizmi deb savol berishingiz mumkin. Bularni ham ishlatamiz. Qachon, qayerda, qanaqa ishlatiladi, bularni tushuntiraman hozir. Piezotone bu ultratovush yordamida ko'rishingiz mumkin. Suyak to'qimasini malotravmatik kesish xususiyatiga ega bo'lgan apparat. Bu Renaton. Asosan garbenkani olishda bu apparatdan foydalanaman. Ko'rishingiz mumkin. Garbenka sohasida o'sha suyak to'qimasini pilit qilish xususiyatiga ega. Ya'ni bu ham kam jarohat beradi. Asosan burun bel qismi suyak sohasini garbenkani olishda, burun bel qismini ingichkalashtirishda mana shu ikkala apparatdan foydalanamiz. Asetomlarni qachon foydalanamiz? Agar burun bel qismida ingichka kontur chiqarish kerak bo'lsa, juda ham keng bo'ladigan bo'lsa, piezo apparat bizga qo'l kelmaydi. Piezo apparatda faqat suyak to'qimasini kesishimiz mumkin xolos. Kesilgan fragmentni ingichkalashtirish uchun, ya'ni rotatsiya qilish uchun biz asetomdan foydalanamiz. Ko'rishingiz mumkin, asetomlarning uchi biroz bo'rtib chiqqan, qayrilgan. Lateral astetomiyadan keyin, piezo apparatda lateral astetomiya o'tkazilgandan keyin biz o'sha fragmentni ichki tomonga biroz rotatsiya qilamiz va burun bel qismini ingichkalashtiramiz. Aynan mana shu uchun bizga asetom kerak bo'ladi. Ko'pchilik konsultatsiyaga kelganda so'rashadi, siz piezo apparatdan foydalanasizmi yoki asetomlardan foydalanasizmi? Asetomdan ham foydalanamiz. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, piezo apparatdan ham foydalanamiz. Bizda hamma apparatlar, instrumentlar yetarli. Kerakli natijani olish uchun qaysi instrument yoki qaysi apparat kerak bo'ladigan bo'lsa, barchasidan foydalanamiz.